Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alırıq. Yaponiyalik kartonist Tomomi xanım lager şahidlərinin hekayələr toplamını nəşr qıldırmaqçı. Xitayda hər xil təbii afətlər küçüyüb, ağır açlıq krizisi görülüşü mümkün. Hindistan Xitay Müdafiə Ministerlərinin Moskvada uçuruşu nəticəsiz axırlaşdı. Ərəb Birləşmə Xəlifəligi İsrailiyədə elçixana içiş tayarlanmaqda. Xitay virus yuqumunun aldını eliş əskərtmisi. Tövəndə dextanlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları basın. Yaponiyalik yazğıcı və kartonist Tomomi Shimozu xanım manga deb atalgan lager şahidlərinin guvohliklari asosida e'lon qilib kelayotgan kartonliq tasvir orqali Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning jiddiy vaziyatini Yaponiya va xalqaro anglitib kelmoqda. Yaponiyadagi aktiv faoliyatchi Guliston xanım Tomomi xanımning lager şahidlarining hikoyalarini kartonliq, ya'ni manga shaklida e'lon qilishga tarjimon sifatida yordamlashgan. Onun aytishicha, Tomomi xanımning xolis holda kartonliq hikoya shaklida tarqatayotgan Uyg'urlar vaziyatiga doir asarlari yolg'iz Yaponiya va xalqaro taratqularda kuchli tashviqot rolini o'ynab qolmay, Yaponiyadagi Uyg'urlar uyushtirgan namoyish va boshqa faoliyatlarda qo'llanishchan tashviqot material sifatida bir bo'shliqni to'ldirgan ekan. Tomomi xanım o'zining "Manga nim bo'ldi? Bir Uyg'ur ayolining guvohlik temisidagi birinchi kitobi, ya'ni Lager shohidi Mehrgul Tursunning kartonliq hikoyasini e'lon qilgandan keyin intayin yuqori inkosga erishgan. U yana shohid hikoyalarining davomini ishlash ilhomida izlanayotganda 2019-yil oktyabrda Gulbahor Jelilovaning chin va tafsiliy videolog bergan guvohliklarini ko'rib, ta'sirlanganligini bildirib, Gulbahorning o'zidan boshqa lagerga solingan 200 dan ortiq ayollarning ism familiyasini va hikoyalarini aslab yezib qoldirganligining tepilg'usiz muhim material bo'lganligini bayon qilib, o'zining lager shohidlarining kashmishlar tasvirlangan karton hikoyalarining to'plamining oktyabr oyida nashrdan chiqadiganligidan xabar berdi. Tomomi xonimning 2 yildan buyon e'lon qilgan Uyg'urlar tema qilingan kartonliq asarlari yaqindan buyon bir qism fidoyi tarjimalar tarafidan ingliz, turk, xitoy, fransuz qatorliq nurg'un tillarga tarjima qilinib kelmoqda. Xitoy virusidan yuqumlanish og'ir bo'lgan Xitoy davomli kelkun ofatiga uchrab kelayotganda, Xitoyning janubiy yaqinda qumliq chekatkisi va bambuk chekatki masalasiga duch keldi. Ba'zi chet el taratqular ofat kuchirgan kent aholilarining so'zini naql keltirib, ziyondosh hasharot ofatining og'irligi mo'ljarligidan eshib ketganligini, ba'zi rayonlarda yemaklik ishlab chiqarish miqdorining ozayib, xalqaro ta'minlash kamchili bo'lishi bilan Xitoyda og'ir ochlik yemaklik krizisini keltirib chiqarish mumkinligini, zo'r zarbaga uchraydiganligini bildirgan. Ilgari Sahroy kabi rayondan ko'chib kelgan qumliq chekatkisi Osiyoga qarab ko'chib, Xitoyning janubiga kelgan edi. Yaqinda Laosdan Xitoyning g'arbiy janub chegarasiga ko'chib kirgan buzg'unchilik xarakteri kuchli bo'lgan bambuk chekatkalarining soni favqulodda ko'p bo'lib, Yunnan o'lkasidagi necha 10 yildan buyongi eng og'ir chekatka ofati bo'lib, har bir ko'mi qo'noq g'olida 30 dan 40 qichi chekatka bor ekan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, seriq rangli bambuk chekatkasining uchish egizligi 200 metr atrofida ekanligini, havo iqimi bilan 600 metrga yetadiganligi, kuch sur'atining intayin tezligi, sonining ko'pligidan xuddi osmonni qor bulut qoplagandek yerni qorong'ulik besib ketadiganligini bildirgan. Yunnan tog'liq rayon bo'g'ashqa yo'tkilikchan chekatki to'pini kontrol qilish tezki to'xtab, yerlik hukumat va dehqonlarni chorasiz qolgan. Reuters agentligi buningdan ilgari Xitoyning bu yil ko'mir-qo'noq yetishmasligining 30 million tonnaga yetish mumkinligini, umumiy ishlab chiqarishning taxminan 10% ni egallaydiganligini oshkorladi. Statistikada ko'rsatilishicha, bu yil yozda Xibey va Jiangsuda bug'doy setib olish taxminan 30% azaygan. Afrika cho'chqa vabosi keltirib chiqargan Xitoyda uda cho'chqa go'shti yetishmaslik masalasi bilan Xitoy virusining butun dunyoga tarqalgandan keyin Xitoy xalqaro ta'minlash zanjirining uzilib qolishi yoki qayta tashkillanish qatorliq masalalarga duch kelmoqda. Bu tashqi dunyoning Xitoydagi og'ir ochlik yemaklik krizisiga bo'lgan andisini kuchaytirmoqda. 4-sentabr Xitoy davlat mudofaa ministri Wei Fenghe bilan Hindiston davlat mudofaa ministri Singhi Moskvada 15-iyundagi chegara to'qinishidan keyin ikki davlat o'rtasidagi tunji qatimliq yuqori darajalik uchrashishni o'tkazdi. Ikki davlat ministri Moskvada ochilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti mudofaa ministrlari yig'ini qatnashish jarayonida bo'shliqdan foydalanib 2 soat 20 minut suhbat o'tkazgan. Suhbat ikki taraf o'rtasidagi jiddiylikni pasaytirmagan, ammo ularning hech qaysi suhbat haqida konkret mazmun oshkorlamagan. Xinhua agentligining 5-sentabrdagi xabari qaraganda, Wei Fenghe Xitoy Hindiston chegarasidagi navbatdagi jiddiylikka Hindiston tarafining mas'ul ekanligini o'tirib qo'yib, Xitoyning 1 sm zaminni yo'qotib qo'ymaydiganligini, Xitoy armiyasi davlatning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashga to'liq bel bog'laganligini ta'kidlagan. 5-sentabr Hindiston davlat mudofaa ministri bayonot berib, Xitoyning chegara rayonida nurg'un askar bor hamda ko'pincha vaqtda ig'vogarchilik qilib ikki tarafning ilgari kelishimiga xiloflik qiladi degan.
Yana bir tarafdan 2 sentabr Hindiston Xitoyning 118 yanfon iltimosini cheklaganligini e'lon qilgan. Hindiston chegara to'qinishidan keyin nurg'un sabablar tufaylidan Xitoy texnik shirkatlarini bostirish harakatini kuchaytirgan. Arab Birleşme Xalifaligining yuqori darajalik bir amaldorining aytishicha, Arab Birleşme Xalifaligi 3 oydan 5 oygacha bo'lgan jarayonda Isroiliyada elchixona ochdi degan. Isroiliyaning bugungi Isroil gazetining xabar qilishicha, Amerika amaldorlarining ishtirok qilishi bilan ikki taraf amaldorlari Abu Zabida o'tkazilgan yig'inda Isroiliya bilan Arab Birleşme Xalifaligi o'rtasida elchixona qurish masalasini muzokara qilganligini e'lon qilib, Arab Birleşme Xalifaligi 3 oydan 5 oygacha Isroiliyada elchixona ochadiganligini, Isroilliklarning Arab Birleşme Xalifaligidan viza ola oladiganligini, elchixonadan boshqa Hayfa yoki Nasirada konsulxona ichish uchun tayyorlik qilayotganligini bayon qilgan. İsrailiya bilan tinchlik kelishim tuzishni xohlaydiganliklarini bildirgan Arab Birleşme Xalifaligi amaldori o'zlari uchun Isroiliyadagi Falastin xalqlarining muhim ekanligini va ularni tinchlikning muhim hamrohi deb qaraydiganligini qayd qilgan. Mazkur amaldor o'zlarining Isroiliyada ochadigan konsulxonasining falastinliklarga ochilib etishni xohlaydiganligini bildirib, Nasira shahri konsulxona ochish uchun oldingi kandidatimiz. Pat yaqinda diplomatik vakolatxonalarimizdan qandoq va qachon ochildiganligini qaror qilamiz deganlarni qayd qilgan. 13 avgust Arab Birleşme Xalifaligi bilan Isroiliya munosabatni normallashtirish to'g'risida kelishim hosil qilgan. Ammo u falastinliklarning keng ko'lamda ayblashiga uchragan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.